hech qaysing kelib aralashma. Bo'ldi, ukangni uylantiryapman, bilaman, erka, bittagina, hammamizni boyagi ko'zimizni qorasi, toza ham avaylaganmiz-da uni. Aralashmaysan hech qaysing. Kelasan, mehmonim bo'lib ketasan, ayla kelinni qo'ldan bir piyola choyni ichasan. Aya uyingiz betib ketibdi, men beringiz kir bo'lib ketib, botib ketsam ham ishing bo'lmasin deydi. Lekin eng to'g'ri yo'li ham shu. Meni uyimda ham, masalan, kelin bo'lib tushgan joyimdan qaynopam biror marta aralashmagan. Eridan mehr-muhabbat ko'rmagan, qaynonasidan bir yaxshi gap eshitmagan, bir nima desam ekan, olqishlanadi-ku odam. Yaxshi ovqat qilganingizda, uylar tozalab qo'yganingizda, voy meni kelinim unday, meni kelinim bunday deb birovlarga yaxshi gapirib, nima qilgan odam o'zi yaxshi bo'ladi-da, borib kimnidir nimasidan ayb topib ketaman. Именно kommentariyaga kirgan paytim men aytaman, hammasi baxtsiz. O'sha yomon kommentariy yozayotganlarni o'zi hayotda baxtsiz deb o'ylayman-da. Hayotda baxtsiz odamlar kimdandir negativ izlaydi-da. Hayotdan to'liq baxt bilan yashab yotgan odam даже videoni shunday ko'rganingizda negativ o'ylay olmaydi-da. U ichkariga kirib kimdadir fikrini o'qigandan keyin nimadir agar xayoliga kelmasa, men shunaqa deb o'ylayman.